Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nodira begim opajonimiz salom. Allohga shukr, rahmat. Sog'lik bo'lsin, rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Ha, bemalol. Ayni vaqtda tabriklar va qutlovlar loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdaman. Boshlovchi Dilfuza bo'laman. Opajon, sizni bugungi tavallud ayyom 52 yoshingiz bilan muborakbod etamiz. Hamisha Allohning panohida bo'lib yuring. Allohim aytganingiz kelsin. Sizga rahmat, boriga shukr. Ilohim rahmat. Aynan bugun bizning loyihamizga yaqin insonlaringiz tomonidan ajoyib dilizxor maktublar yetib kelgan ekan. Taxmin qilib ko'ringchi, bizga murojaat qilgan inson kim bo'lishi mumkin? Shu qizijonim Bajra qizim bo'lsa kerakda. Yozuvchi ekan onajonimni bilmadim, endi kimdirda. Ayni yaxshi ko'rgan kimdir insonim. Albatta, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi ko'zingizning oq qoralaridan biri farzandingiz, qizingiz Vaziraxon nomidan yo'llangan ekan. Boriga shukr, sog' bo'lsin, ro'zg'or bo'lsin. Rahmat sizga. Ilohim. Bundan tashqari yana oila a'zolaringiz, turmush o'rtog'ingiz Baxtjon aka, o'g'lingiz Yovush aka hamda Suhrobjon, keliningiz Hilolaxon opa va barcha yaqinlar sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etib, barchasi sizni yaxshi ko'rishlarini aytib o'tgan ekan. Rahmat, borlariga shukr, hammalarini Allohim o'zi panohida asrasin, umrlari uzoq bo'lsin. Allohim o'zi hamisha yordamchilari bo'lsin. Rahmat sizjon. Albatta, ijozat bersangiz sizga atalgan dilnomalarni o'qib eshittirsak. Albatta, eshitaman jon dilim bilan. Tashakkur. Assalomu alaykum, boshimdagi tojim, latofatligim. Bu dunyodagi shirin so'zlari xonadonimiz naqshi bo'lgan bebahoginam, chiroyligim, yuzlari nurli, yuragi hamisha biz uchun urib turadigan, biz uchun yashab o'zini unutgan aziz insonim, mehrligim, volidam meni. Bugungi payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan sizni barchamiz muborakbod etamiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, tuganmas baxt, omad tilab qolamiz. Allohimdan kunlaringizni go'zal o'tishini, hamisha niyatlaringizga yetishib yurishingizni, bu dunyoda hech ham siqilmasligingizni so'rab qolamiz. Bu dunyoda borligingizni o'zi ham jannat, ham davlat ekanligingiz biz uchun baxtdir onajonim. Siz